Hammaga assalomu alaykum. Mana chempionlik sari birinchi qismini olamiz. Videoni mana boshidan mavsum va Chempionlar Ligasi gruppasi Napoli, Valensiya mana taniqsiz jamoa. Endi chempionlik sari yangi video bu. Har kun 10 qismdan iborat bo'ladi. Chempionlar Ligi YouTube mavsum tugaguncha 10 qism bo'lsa kerak. Tugaguncha har kun bittadan video chiqadi endi. Birinchi o'yinni boshlaymiz mana. Bularga dam beraman, Viniga, Fodenga, bularga. Mana Griezmann, mana bular bor, Griezmann va Okafor, Arnautovic. Adashib ketdim. Pellegrini alishsinlarni o'ynataman. Mana birinchi o'yin Plymouthga qarshi ekan. Boshlaymiz. Birinchi o'yin boshlandi. Okafor pressing qilamiz. Har kuni 5 ta o'yindan o'ynaymiz mavsum tugaguncha. Har bir qismda 5 ta o'yindan bo'ladi matchdan. O'yinchilar sotib olamiz, jamoa kuchaytiramiz. Короче, va gol urdik hozir biz Arnautovic bilan 1-0. 7-daqiqada urgan ekanmiz va Arnautovic yana yugurmoqda. Va bu yerda Griezmann offside. Pressing qilamiz. Afsuski ola olmadik va endi ham ola olmadik. Pellegrini oldi. Yaxshi. Va Pellegrini ko'taramiz boshga. Griezmann. Oy, ishtanka. Mayli. Faqat sizlarga endi atakalarni ko'rsataman. Bunaqada birinchi daqiqadan 90 gacha qilsa video juda ham uzun bo'lib ketadi. 1 soat yoki 2 soat bo'lib ketadi. Shuning uchun endi faqat atakalar ko'rsataman. Va bu yerda olib qo'yishimiz mumkin va olib qo'ydik. Afsuski yura olmadik va ikkinchisi gol. Keyingi xavfli vaziyatga. Va bu yerda Plymouth atakaga o'tayotganda, ammo biz olib qo'ydik. Qarshi hujum qilamiz, ya'ni kontra-ataka. Griezmann tezlik yaxshi Griezmannda va zarba ulgurmadik. Hali ataka tugamadi desam, time tugabdi. Va ataka qilib ketishimiz mumkin. To'xtatmasdan turamiz videoni. Arnautovic zarba va yana xavfli vaziyat bu yerda Griezmanndan. Okafor darvozabon. Va bu yerdan Arnautovic. Va bular qarshi hujum qilib keta oladimi? Kulyapti qarshi hujum Plymouth. Ammo bu yog'i ataka emas. Va shtraf bu yerda. Yo'q. Ataka qilib ketishimiz mumkin va o'tkazmaymiz bu yerni. Ko'tar. Pellegrini yaxshi uzatma beradi va Griezmann gol. Offside. Griezmann. Olib qo'ydik, yaxshi Griezmann. Xatosini to'g'rilaydimi? Ha, Arnautovic bosh bilan. Va bu yerdan Ukra yugurmoqda. Bakari. Ko'taramiz. Okafor, Griezmann. Xavfli vaziyat. Va bu yerda burchak to'pi, standart vaziyat. Ko'taramiz va uzatma o'xshamadi. Out. Hujumimiz hali tugamadi menimcha. Va Arnautovic. 4-0 bo'lmayapti. Va bu yerda Okafor to'pni oldirib qo'ydi
va out baribir bizni foydamizga. Okafor tezligi yuqori, shuning uchun olganman buni. Va Pellegrini boshda yutqizadi, ammo fodan uzatma, Griezmann bosh qo'ya olmaydi va tugadi o'yin. 3-0. Plymouthni 3-0 ga yengdik. Arnautovic o'yinni qahramoni 8-5 ochko to'plabdi 2 gol bilan. Yaxshi. Va bu yerda 24 ta reklama ko'rib boramiz. Sizlarga reklama bilinmaydi. Va mana reklama tugadi. Tangalarimizni oldik. Bu yerdan buni ham olamiz. Birinchi o'rindamiz. Birinchi tur yakunlandi. Yutdik. Yaxshi. Sovg'alarni olamiz. Va mana bu yerdan kimlar ochildi? Adama Traore ochildi. Sotib olamizmi? Tangalarimiz yetarkan. Wow. Ammo Adama Traoreni ola olmaymiz. Bu winger qanot o'yinchisi. Bizda qanotimizda mana bular bor. Okafor bor, Koman bor, Foden bor, Vini bor. Unga joy yo'q-da. Endi bu o'yin zamina qilamiz. Bu o'zi charchabdi Okafor ham. Mana bu polvora tushiramiz. Ukra o'rniga sarig'i bor. Yaxshi bular. Griezmannning zaxiraga Foden tushadi bu yerga. Va bu. Endi bu o'yin Depay, Pellegrini emas. Ikkinchi o'yin. Bu tugasa yana 3 ta o'ynasak, birinchi qism yakunlanadi. Mana boshlandi. Va Foden tezlik bilan ataka qilmoqda. Yaxshi Foden. Dribling ham yuqori, tezlik ham, uzatmalar ham yaxshi va o'xshamadi. Va bu yerda olib qo'yishimiz mumkinmi? Yo'q. Va mana bu yerda ataka, zarba, gol, deviatka. Foden. Bu yerda ham yaxshi ataka, birga yuguryapti. Gol 2-0. Yaxshi. Ataka qilib ketishimiz mumkin. Va mana shtraf. Yo'qotishdi-ku. Mayli. Babur olib qo'yarkanmiz Depaul. Va yo'liga uzatma. Vini offside. Gol, lekin offside. Ikkinchi golimiz o'zi offside bo'lyapti. Birinchi o'yinda ham offside topilgan edi. Griezmannning goli va darvozabonga tepyapti-da. Gol urish qiyin. Foden uzatma, Vinicius o'zi bilan kirib ketishga harakat qilaman va chiroyli fint va chiroyli gol. Ustidan Rabona kamalak fintini qilib o'tib ketdi. Himoyachisini. Yaxshi Vinicius. Bu yerda yana bir ataka bo'lishi mumkin. Ataka, zarba, gol, dubl. Vinicius. Yaxshi. Bu yerda ham ataka bo'lishi mumkin va ataka ko'taramiz to'pni va bosh bilan o'xshamadi. Va Messi bo'lishga harakat qilaman. Sentrdan aldab kirib ketyapman va oldirib qo'ydim. Reklama o'tkazdirib boramiz. Va mana zamina qilamiz. Okafor tushiramiz. Koman o'zi charchabdi. Arnautovic buni o'zi zaxiradan tushirgandek. Harris tushiramiz. Foden ham shunchalik tez charchadimi? Va buni bu yerga himoyachi yo'qmi bizda? Yo'q ekan, shu uchun buni bu yerga desam, zaxira tugabdi.
5 ta zaxira qilibmiz o'zi. Vinicius va bu yerda De Paul yetib kela olmaydi va to'pni o'zida qoldiradi. Vinicius hat-trick qilishi mumkin. De Paul uzatmasi yaxshi edi, ammo Vinicius foydalana olmadi. Va bu yerda ataka. Ustidan olmoqchi edim. O'xshamadi. Va pressing qilamiz himoyachisiga. Oldik to'pni. Va Okafor yaxshi. 5-0. Va bu yerda ham hujum bo'lishi mumkin, ammo oldirib qo'ydik. Raqib jamoa qarshi hujumda va ola olmayapmiz. Okafor yaxshi o'ynadi bu yerda va to'pni olib qo'ydi va oldirib ham qo'ydi. Afsus. Atakalarda ko'rsatamiz endi. Va raqib jamoa atakada boshqa narsa qila olmasdim. Atakani to'xtatdik, lekin raqib jamoa foydasiga out. Ronald ularda pas va bizga berib qo'ydi. Vinicius va raqib jamoa atakada nima qildi hozir? Mayli. Va qanotdan yugurib ko'raman Vinicius bilan. Yaxshi hujum bo'lishi mumkin. Chunki atakamni to'xtata olishmadi va bu yerda tep. O'yin ham tugadi, yakunlandi. 5-0. Vinicius necha ochko olarkan? 9-5, 2 gol, 2 uzatma. Yaxshi. Va hozir buni ko'rib olamiz. Mana coinlarni oldik. Ikkinchi o'yin yakunlandi, yana 3 o'yin qoldi. Bu yerda secret player 1230 tagina yetmayapti bizda. Hozir reklama ko'ramiz va olamiz. 80li o'yinchi bo'lsa, lekin mazza qilib yuborardim. Buni kirib tashlaymiz. Va mana 1290 ta bo'ldi. Rovna bunda ham shuncha kerak ekan. Ochamiz. Davay. Mana didish. Nima deyapti bu? Komandamizda o'yinchilar to'lib qolibdi va bittasini berib boramiz. Keraksizini darvozabon kerak emas bizga. Aliston turgan joyda bular kerak emas. Va yana darvozabonimiz bormi? Berib yuboramiz desak. Yo'q, bo'ldi, boshqa yo'q. Ochamiz. Va kim bo'lishi mumkin bu? Braziliya. Bruno Gumarishmi? Kim bu? Qora ekan. Pas 75. Aniq kuchsiz. Bo'ldi. Kim bu? Pepe. Nima kerak edi bu? Qanot ekan, lama. Manda u yerda 0 tagina tangamiz qoldi. Omad kelmadi. Men bundan xursand bo'lmagandim, ammo statistikasini ko'rsam, deyarli Vinicius bilan bir xil ekan. Mana. Deyarli ba'zi bir narsalari kuchli ekan. Vinicius bilan bir xil o'ynasa kerak, o'yini ham statistika yaxshi chunki. Qani Okafor bilan Pepe'ni solishtiraylik. Pepe kuchli ekan. Buni tushiramiz endi. Kakras charchagandi. Yaxshi. Xursand bo'ldim. Atakaga endi Arnautovic. Bular charchamagan. Bizda himoyachi yo'qmi? Himoyachi yo'q ekan. Pellegrini tushadi bu o'yin. Va Okafor bu yerga. Bo'ldi.
Uchinchi o'yin. Pepeni o'ynatib ko'ramiz. Asosan bu o'yinni ko'ramiz. Dribling, tezlik. Qani tezligini sinab ko'ryapmiz. Yaxshi oshib ketyapti hammasidan. Va pas ham yaxshi, ammo ura olmadik. Yaxshi uzatmani. Pas va tezlik gap yo'q. Endi dribling qilib ko'ramiz. Va unchalik yomon emas hozircha. Zarbasi kuchsiz. Kuchli zarba emas. Pepe pressingini ko'ramiz endi. Yaxshi. Birinchi assist qiladimi? Arnautovic. Pepe. Opa. Dribling yaxshi. Va gol. Uzatma Pepe'dan birinchi uzatma. Yaxshi o'yinchiga o'xshab ko'rinyapti ko'zimga. O'yini zo'r, lekin yoqdi menga. Okafor ham qolishmayapti undan. Va afsus foydalana olmadik. Okafor yana ataka ko'tardi va darvozabonni uchib chiqib keldimi? Arnautovic baland. Va Arnautovic nimalar qilyapti? Pellegrini oladimi yoki boshqa? Masha yaxshi olar ekan. Darvozabonni chiqaramiz bosh qo'yishga, kalla qo'yishga. Va Alisson gol uradimi? Yo'q. Sal qoldi lekin Alisson urishiga. Alisson Pellegrini bilan tepamiz. Va bu yerda shtraf endi. Qanaqasiga shtraf yo'q. Mana ikkinchi bo'lim ham boshlandi. Endi atakalarni ko'rsataman. Video uzun bo'lib ketdi o'zi. Hali yana oldinda 2 o'yin bor. Va mana hozir ham ataka bo'lmoqda. Pepe debut gol. Bir o'yin, bir uzatma, bir gol. Zo'r o'yinchi ekan, menga yoqdi. Bu o'yinni qahramoni bo'lishi ham mumkin. MVP'si. Yaxshi o'yin ko'rsatyapti chunki. Driblinglar zo'r. Uzatmalar aniqligi va dubl. Pepe 1290 tangaga arzir ekan, yaxshi. O'ynamaydi deb o'ylagandim men. Shunga ozgina jahlim chiqdi. Va bu yerda Pertson ulardan raqib jamoa o'yinchi ataka qilmoqchi edi. To'xtatdik. Va uzatma Pepe'ga bormadi. Yangi o'yinchimizga Pepe uzatmasi Arnautovic. Va shtraf. Pellegrini qanday gol bo'ldi? Uzoqdan. Unchalik uzoq emas, ammo zo'r zarba bo'ldi. Darvozabonni to'sa olmadi buni. Zo'r. 4-0. Va bu yerda ham ataka. Okafor ko'taradi. Pepe hat-trick qila olmadi afsuski. Ammo hali ataka tugamadi. Pepe ura olmadi. Darvozabonni save qildi. Pellegrini, Arnautovic.
va xavfli chiqdi, lekin gol bo'lganda zo'r, chiroyli gol bo'lardi. Amofa bosh qo'ydik. Pepe uzatma, Arnautovic va ochiq varataga ismini bilmagan taniqsiz. 89-daqiqa ham bo'libdi va 90 tugaydi o'zi hozir va Pepe afsuski yura olmadi Pepe. Pellegrini. O'yin yakunlandi 5-0. O'yinni qahramoni kimligini ko'rish kerak va Pepe 9-8 olibdi. Zo'r bu. Va reklama ko'rib olamiz. Va mana sovg'alarni oldik. Bu yerdan ham. Va Chempionlar Ligi birinchi kubok o'yini, birinchi kubok o'yini. Bizning gruppamizda Masha jamoa va Napoli Valensiya. Voy! Turbin chiqdi darvozaga. Tomori chiqdi 79. Bekor tangani ishlatvorma. Endi yaxshilar. Mun chiqdi. United o'yinchisi. Yaxshi chiqdi-yu, lekin ololmagan. Va mana 2 o'yin qoldi videoni yakunlashimizga. O'zi 22 minut bo'lib ketibdi. Yana ozginadan keyin 30 minutga bo'lsa kerak 2 o'yindan keyin. To'g'rilarkan. Mana Masha, keyin Arnautovic, Vini, Pepe. Va boshlaymiz Chempionlar Ligasini. Birinchi o'yini. Kuchsiz jamoa bo'lsa ham Chempionlar Ligada kuchli o'ynaydi. Har bir jamoa, shuning uchun bizga ham qiyin bo'ladi va atakaga chiqib ketdik, ammo Pellegrini bosh qo'ya olmadi. Pepe bu o'yinda ham faul va boshga ko'tardi. Assist. Mash kimligini tanimadim-ku, lekin yaxshi o'ynayapti. 60 bo'lsa ham reytingi. Kuchaytiramizmi deyman-da shuni ham. Boshda yaxshi o'ynar ekan. Tezligi ham normalniy. Arnautovic bu yerda o'zi ura olmaydi, uzatma berish kerak va gol. Qanday gol bo'ldi? Shtankala bu. Zo'r. Va raqib jamoada to'p. Hali ham endi emas. Hali ham olib qo'yishdi. Va penalti afsuski. Qizilmasmi? Yaxshi, qizil bermadi hatyabi. Va qaytardik penaltini. Yaxshi, Alisson Becker. Va raqib jamoadan atakalar. Va videoni to'xtatgandim, ataka bo'lmayapti deb raqib jamoa birga-bir vaziyatga chiqib ketdi va to'xtatdik. Bermayapti to'pni bizga. Va olib qo'ydik. Arnautovic. Finch bilan gol urmoqchi edim-da. Yaxshi o'ynayapmiz lekin. Va mana yana Masha o'yinchi, kimligini bilmayman. Gol, dubl. Arnautovicdan uzatma. Birinchi bo'lim yakunlasa zamin qilamiz, zaxira tushiramiz va uzatma yana mana shu hat-trick qilishi mumkin va to'xtatishdi. Pepe fint bilan o'tib ketaman, dribling bilan
va ustini oldim va qo'ymadi. Keyin yana oldirib qo'ydim. Va mana reklama tugadi. Pepe charchabdi. Bu ham charchabdi, Akafor ham. Manba ham charchabdi. Arnautovic ham charchabdi. Pellegrini emas, buni zamina qilamiz. Afsuski zamina tugabdi. Mayli. 5 ta zamina qilib bo'libmiz. Va Depaul oldirib qo'ydi. Koman ustidan olaman. Afsuski o'xshamadi, boshqa fint qilib yubordi. Mashdan aylantirib tepib ko'ramiz va gol. 4-0. Suxoy bo'lyapti-da. Penaltidan ura olishmadi. Hatto bu Suxoy bo'lmasdi. Penaltidan urganda ham. Va hozir 5-0 bo'lishi mumkin. Koman shtanka bo'lib gol bo'lyapti. Ikkinchi marta, birinchisini Pepe shtanka qilib urdi, ikkinchisini Koman. Yaxshi o'yin bo'lyapti bunisi. Tez gollar uryapti. Va Koman o'xshamadi. Depaul uzatma bosh bilan edi va qarshi hujum qila oladimi? Qila olishmadi. Vinicius bu yerda. Koman yaxshi ochildi, ammo Tavernier olib qo'ydi. Vinicius shtanka qaytganmi? Griezmann xavfli tepgandi, lekin Vinicius shtanka bo'ldi. Devyatkaga kirib ketayotgandek ko'rindi. Unchalik uzoq masofa emasdi, ammo chiroyli gol bo'lardi kirganda ham. Va Griezmann dubl. 7-0. Taslim etyapmiz. Shunchaki bularni. Atak ham qila olishmayapti. Penaltidan ura olishmadi Alissenga. Shunda 7-1 Suxoy bo'lmasdi xatyabi. Va Griezmann hat-trick qilishi mumkin bu yerda. Va chekkaga yuguramiz. Uzatma Depaul yaxshi bosh bilan. Bo'ydorroq futbolchi Depaul ham. Buni bilamiz va Griezmann uzatma Vinicius 9-0. Onu qila olamizmi? 90-daqiqa bo'libdi, ammo biz atakadamiz. Vinicius 10-0 qil. 10-0. Viniciusdan bu o'yinda dubl. Mana gollar. Zo'r. Bu o'yinning qahramoni kim bo'lar ekan? MVP'si. Griezmann 2 ta gol, 3 ta uzatma. 10 ball to'pladi. Qoyil. Yaxshi. Ko'ptanga bersa kerak. 44 ta va reklama ko'rsak 88. Va mana reklama ham tugadi. O amatorga chiqdik biz. Yaxshi. 30 ta olmos berar ekan. Mashtga chiqsak. Qizilmi? Qizil olibdi. U kurashamiz bu yerga ham. Foden o'zi bu ham charchabdi. Buni ko'ramiz. Bu ikkinchi bo'limga endi Pepe yaxshi o'yin ko'rsatdi. Zo'r. Keyingi o'yin Valensiyaga, undan keyingisi esa Napoliga. Chempionlar Liga to'g'rilari. Faqat bizning o'yinchimi? Birinchi o'rin Griezmann 2 ta gol, ikkinchi o'rin Koman 2 ta gol, uchinchi o'rin Vini 2 ta gol. Kuxchayev
Mana Ko'kchayev ekan ismi, 4-o'rin. Bunda ham 2 gol. Marmush 5-o'rin, 2 gol. Jesus Napliga o'tib ketibdi Arsenaldan. 1 gol. Politano 1 gol. Sadiq 1 gol. De Paul va Pepe 1 gol. Ikkalasi ham bittadan urgan. Assistentlar: Griezmann 3 ta assist, Vini 3 ta assist, Arnautovic 2 ta, Haaland 2 ta. Mana to'g'rilar, mana assistentlar. Va mana oxirgi o'yin qoldi. Keyin video yakunlanadi. Shu bilan keyingi video ertaga bo'ladi. Endi har kun bittadan video bo'ladi. Chempionlik sariga playlist qilib qo'yaman. Boshdan ko'ringlar, iloji bo'lsa. Yarmidan ko'rsanglar yoki oxirdan ko'rib boshlasanglar tushunmay qolasizlar videoni. Video boshdagi tarkibimiz esingizda edi. Pepe yo'q edi. Oxirdagi tarkibimizni keyin ko'ramiz. Qancha o'zgarish bo'lar ekan. Va 2-0 bu yerda. Birinchini ikkinchi Vini urdi, birinchini ham Vini urgan ekan. Va yana Vini atakada. Vinicius uzatma o'xshamadi. O'zi bilan tepsam ham bo'lardi uzatma bermasdan. Va qaytardi yaxshi. Vini bosh, Arnautovic. Uzatma Viniga, Vini hat-trick. Yaxshi. Shuncha video mana ovozim yozilmagan bo'lsa lekin. Hammaylar yomon niyat qilmaymiz a. Vinicius ko'taramiz va juda ham chiroyli gol bo'lib ketardi. Uzatma ham gol bo'lib ketgandi. Yoki Koman urganda ham burchaklikdan bosh bilan urgandi. Shtanka bo'ldi. Gol bo'lsa juda ham chiroyli edi. Mayli. Hali akrobat gollar urishimiz mumkin. Va Koman o'zi xatosini to'g'rilab qaytarib ham olib qo'ydi. Arnautovic. Hozir uzoqdan tepib ko'ramiz, moslamasdan tepsak albatta o'xshamaydi. Va bu yerda Pellegrinining zarbasi edi. Burchak to'pi ishlab oldi. Va Koman akrobat tepgandi. Arnautovic. Darvozabonni nokaut qilib qo'ydik. Va reklama. Zamena qilamiz. Vini hat-trick qildi. Bu zo'r Pepe uchramiz va De Paul Foden o'ynolmaydi boshqa. Charchabdi. Va shuningdek bu ham o'ynolmas ekan. Mana bu Ukra. Boshqa zaxira qila olmaymizmi? Qila olmasak ham kerak. Aytdim-ku 5 tada. 6 ta bo'lsa yaxshi bo'lardi lekin. Griezmann shu bilan Viniga uzatma berdi. Vini fint o'tib ketdi va shtanka. Ikkinchi marotaba Vinida bu bo'lyapti. Va Polvara o'xshamadi. De Paul uzoqdan yaxshi zarbalar beradi, tepsak. Atakalarda endi chiqaraman. Va bu yerda Vinidan hujum, qanotdan hujum qildik. O'xshamadi. Va raqib jamoadan mana shu yerda yaxshi ataka.
ura olmadi. Birga bir vaziyatni ura olmadi. Va hali ham standart vaziyat va gol bosh bilan urib qo'yapti. 3-1. Va bu yerda yaxshi hujum boshlagandik va o'ldirib qo'ydik. Endi aniq yaxshi hujum bu. Tepamiz gol. Otilib ham yeta olmadi bu yerda. Taniqsiz o'yinchimiz urmoqda. Uzoqdan yaxshi tepdi lekin. Va Vini bu yerda yana ataka. Mana shu yerdan omad kelmayapti Vinida. Hat-trick qildi, to'g'ri, lekin o'xshamayapti. Uzoqdan bergan zarbalar. Shtanka yoki darvozabon qaytarib qo'yadi, save qiladi. Va Vini! Yaxshi, dahshat bu. 78-daqiqa oxirgi o'yin, keyin xayrlashamiz bugunchalik. Griezmann Vinicius gol. 5-gol bu o'yin. Yaxshi o'ynayapti. Omadi ham kelmadi-yu Viniciusni shtanka bo'lib. Va yana omadi kelib ketdi. Va kim bu? Ikkinchi gol uzoqdan. 2 golni ham uzoqdan urdi lekin. Yarim himoyachimiz. Va Vinicius 6-goli. 2x hat-trick. On ball to'plasa ham ajab emas. Vinicius 10 ball olsa ham yoki yarim himoyachimiz katta ball olsa ham yaxshi. Mana Vini 10 ball, 6 gol, 1 assist, uzatma. Ularda esa Sandler bitta gol. Shuni ham bosh bilan urib ketdi. Va mana bugungi o'yin tugadi. Buni ham oldik. Birinchi qism yakuniga yetdi. Ikkinchi qismda mana Mashhal bilan o'ynaymiz, keyin Valensiya yaxshi o'yinlar bo'ladi ikkinchi qismda. Mana oxirgi videoda Soler, Gusto va De Thomas chiqdi. Bularga tangamiz yetmaydi baribir. Ikkinchi qismda balki yig'ib olishimiz mumkindir. Chempionlik sari birinchi qism yakunlandi. Hammaga xayr.